Hello, open Montenegrodan keldim. Yaxshi o'tiribsanmi? Opa chanqagandirsiz, choydan oling. Voy, singlim, menga choy poy qilmama, kofega o'rganganman. Undan ko'ra yo'l kiramga pul berib tur, somim qolmabdi. Montenegro qilgandan ko'ra oldingizda pul olib yursangiz bo'lmaydimi? Voy, men hozir Montenegrodan qaytayotganimda 3 millionga duty freedan spray dezodorantlar oldim-da, shunga pul qolmadi. Ko'p gapirmay, pul berib tur, pastlik qilmagin. 3 million deysizmi? Kim mahmoq qilyapsiz? 3 millionga kim dezodorant oladi? Tavba qildim. Undan ko'ra pulim yo'q, pastlik qilyapman, eski qiliqlarni boshladim deb qo'ya qoling. Voy, sen qayerdan ham tushunarding? Original narsa har doim qimmat bo'ladi. Original? Qanaqa original? Undan ko'ra pulim yo'q deb qo'ya qoling. Haqiqiy original mana. Malayziya, italyanskiy original spray, terlashga qarshi 24 soat himoya, atiga 23990 so'm. Bo'pti, unda menga bera qol, zo'r ekan. Yoqibdi-yu, siz 3 millionlaringizni ishlatib yuring. Bu meniki. Senikini hidi zo'r ekan-da. Agar siz yoqib qolgan bo'lsa, Malayziyani uzun marketdan bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Biroq pishiqsan, ey. Obamja g'alatiladi. Montenegro demasdan uzun marketdan Malayziyani har xillarini olib, mazza qilib Italiya havosidan bahramand bo'lmanglarmi?